Sizni it tishlasa, siz itni tishlamang. Chunki it itligini qilyapti. Siz it emassiz-ku. Shunchaki masofa saqlang. U akillagancha qolib ketaveradi. Gap itlar haqida emasdi. Bolamni boqaman deb pul ishlayman degan ayol hech qachon orqaga qaytib ketmaydi. Boshladimi ketadi o'shani. O'sha narsani to'xtamaydi-da, nima deydi? Uni motivatsiyasi любой erkaknikini yo'lda qoldiradi. Shuning uchun men aytaman, agar ayol kishi masalan даже ishga olganda ham eri yo'q, bolalarini boqish kerak bo'lgan agar ayol kishi bo'lsa, особенно nima deydi, tadbirkorchilik, sal-pal sotuvchilikni qila oladigan, u menejerdan yaxshi menejer bo'lmaydi. Chunki unga ko'p kerak, orqasida bolalari, orqasida oilasi, ham erkak, ham ayol bo'lishi kerak. U moshniy buldozer bo'lib oldiga yuguradi, unaqa.